Mana bu gullarni bu yil ekdik. Har xil gullarimiz bor. Mana bu tol gul, mini roza, mana bunda qayngisidan. Palma, gartenziya. Gartenziyamizga temir yetishmayapti mana. Bu yerda ham mana gartenziya. Tol gullar. Mana kala deydi, mana bu gulda nima deydi? Shunaqangi gul. Mana gullar. Mana bu yerda mana mini rozalarimiz bor. Endi mana bu yerda yana kala rayhon qo'yganmiz. Kameliya yaqinda ochiladi, mana butonlari ochilishga kelib qoldi. Mana bundan. Endi shularga mana bu dorilarni olib kelganmiz. Gumi, buton, yantarniy kislota, Kemira Lux, borniy kislota, NPK 320 o'rgamchikkani kasalliklariga. Bular ozuqa, stressdan chiqarish, gullarni g'unchalarini katta qilish, gullash davomiyligini uzaytirish. Hozir bularni gumini suvda eritib olamizda. Keyin kombinatsiya necha grammdan 10 litrga yoki 1 litrga necha grammdan qo'shilishini ko'rsatib boraman. Bargidan oziqlantirish, tomiridan oziqlantirish. Mana dorilarimizni idishini ochib tayyorlab oldik. Idishimizga hozir necha grammdanligini aytaman sizlarga. Yantarniy kislotani 2 grammini 50 gradus issiq suvda eritiladi. Bo'lmasa erimaydi. Borniy kislota 5 gram. Mana bu butondan 10 gram, bitta idish 10 gram ekan, shunday 10 gram solindi. 10 gram Kemira Lux, 10 gram 320 lik NPK deyiladi. 15 gram gumini eritilgandan matishnisi deyiladi. Mana shu idishimizga tayyorlab oldik. Hozir buni 1 litr qilamizda. Keyin mana shu 1 litri 10 litr suvga aralashtiriladi. Mana shu 10 litr 1 litrdan 10 litrga qo'shamiz, keyin purkagichda bargidan purkab chiqamiz. O'shanda yetishmagan ozuqalar, barglar sarg'ayishi, g'unchani yaxshi rivojlanishi, uzoq vaqt gullashi, chiroyli gullashi, kasalliklarga, stresslarga yantarniy kislotalar, borniy kislota shu stresslardan chiqaradi. Gullar issiq, sovuqda, ko'chirib ekilgandagi havo keskin o'zgarishlardagi stresslardan olib chiqadi, yaxshi o'stiradi, chiroyli katta gullaydi.